bezeni ovozini eshitinglar. Ferrero Rocher. Hamma pulli kurslarda o'tiladigan bu tortni kaminayu kamtarin teppa-tekinga o'rgatib qo'yaman. Mani profilimda hech kimda yo'q tort retseptlarini topasiz. Obuna bo'lib qo'ying, keyin qidirib yurishingiz mumkin. Demak, idishimizga tuxum sarig'i va tuxumni solib, shakar bilan yaxshilab ko'pirtiramiz. Ustidan un, kakao va razryxlитель solib aralashtiramiz. Oxirida pista yog'i solib, xohlasanglar qolipda, xohlasanglar patnisda pishirib olasizlar. Bezesi uchun tuxum oqiga bir chimdim limon soki solib, qattiqqina holatgacha ko'pirtiramiz. Keyin shakar solib, yana 5 daqiqa ko'pirtirib, 1,5 soatda past gradusda pishirib olamiz. Krem uchun qaymoq, shakar upasi va shokolad. Pishgan biskvitni propitka qilib 2 ga bo'lasizlar va ustidan krem ustidan esa nutella qilib maydalangan funduk sepamiz. Keyin bezeni qo'yib, uni ustidan ham krem, nutella, funduk. Oxirida ikkinchi qoshiqni qo'yamiz. Men eritilgan shokoladga maydalangan funduk qo'shib, tort ustini yasatdim. Endi qimmatga ko'chadan zakaz qilib yeyishinglar shart emas. Uyda pishirib, hammani duosini olib, maza qilib yeysizlar. Retseptni saqlab qo'yish esinglardan chiqmasin.